Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, musofir shahrida yurgan aka-uka opa-singillarimiz diqqatiga. Hozirda avtobuslarimiz Moskva shahrida. Akamiz gapirib o'tadi. Azizlar, Moskva shahridan reyslarimiz avtovokzallardan avtovokzallarga amalga oshirilmoqda. Reyslar esa har kuni amalga oshiriladi. Kimdan-kim Moskva shahridan yoki Sankt-Peterburg shahridan ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlarimiz ekranda turibdi. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Har bir yo'lovchiga 60-70 kilogrammgacha yuklar polovishda. Bundan tashqari, qo'llariga ruchnoy olib kelsanglar bo'ladi. Reyslarning ma'lumotlarini olmoqchi bo'lsanglar, reyslarning ma'lumotlari har kuni amalga oshiriladi. WhatsApp orqali joylarni band qilsanglar bo'ladi. Keyin azizlar, dokument masalasida hozir mana ukamiz o'zi yo'ldan yuribdi. Muammo qanaqa bo'lyapti, qanday holatlarda rasvod qiladi, shularni hammasini o'zi aytib o'tadi mana hozir ukamiz. Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Hech qanday muammo yo'q. Agar pulingiz bo'lsa, 5000 rubl rasvodingiz bo'ladi. Xudo xolasa Rossiya Federatsiyasini chiroyli tark etasizlar. Kimda-kim shunday komfortabilni yuqorida aytilgan davlat tomonidan qo'yilgan reysiy avtobuslarda kelib ketish istagida bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar aziz vatandoshlar. Sog' bo'linglar.